Menda bir startup bor. Bu startup orqali biz har xil maktablarni xarita yordamida o'rganib chiqamiz. Masalan, biz hozir Toshkent shahridagi Prezident maktabidamiz. O'rganishni boshlaymizmi? Qani ketdik. Kutubxona, robototexnika, oshxona. Xullas biz kimyoxonasidan boshlaymiz. Demak, kimyoxonasi. Assalomu alaykum. Ona tili va adabiyot xonasini ham bir ko'raylik. Biz hozir xarita bo'yicha matematika darsi bo'layotgan xonaga keldik. Xalaqit bermagan holda kuzatamiz. Xarita bizni informatika xonasiga olib keldi. Darsni kuzatamizmi? Bu yerda 170 ga yaqin o'quvchilarga 40 ga yaqin o'qituvchi pedagoglar dars berishadi. Xarita orqali izlab robototexnika xonasiga yetib keldim. O'quvchilar botga o'z startaplarni olib kelishar ekan. Bu xonada men ham loyiham haqida gaplashib qolaman. Assalomu alaykum. Menda bir ikkita savolim bor edi. Kimga aytsam bo'ladi? Bu yerda o'quvchilar shu startup g'oyalarini birinchi bo'lib kimga aytadi? Masalan, sen o'zingni g'oyangni qilmoqchi bo'lsang, maktab direktor maslahatchisi o'zingni o'qituvchilariga orqali yo'la-yo'riq so'raysan va ular bilan birga administratsiyaga, maktab administratsiyasiga, rahbariyatiga chiqishadi. Sana iltimoslaringni qarab, senga o'sha ma'lumotlarni, narsalarni va masalan, odamlardan yordam so'ragan bo'lsa, o'sha odamlar bilan gaplashib berishadi. Bizda shu maktabda startup qilmoqchi bo'lgan yoshlarga yordam berishgani uchun ham bizda tashabbuslar ko'p. Bunga o'zimiz ham misol bo'la olamiz. Biz o'tgan yili 2025-yil 14-yanvarda o'sha Abu Dabida bo'lib o'tgan Zaid Sustainability Prize'da g'olib bo'ldik va hozir biz o'zimizni, ya'ni yomg'ir suvini yig'ib olish va uni filtrlash loyihamiz bo'yicha Qashqadaryoda ish olib boryapmiz. Menda bir kichkinagina loyiha bor-da. Bu loyiha orqali har xil obyektlarni, maktablarni xarita orqali o'rganib chiqish mumkin. Mana loyiham o'zim chizganman. Menimcha loyiha ustida azim ishlash kerak. Xaritalar hozirgi kunda zamon rivojlanayotgani uchun jismoniy ko'rinishda emas, onlayn ko'rinishda ilovalar orqali qilsang, shunaqa dastur ishlab chiqadigan bo'lsang, yaxshiroq bo'ladi. Hozir bu 2D variantda, buni 3D variantga o'tkazsang, ya'ni o'sha maktab ichi qanaqa bo'lishi, ko'rinishi yoki har xil masalan xonalar joylashganini yanada yaxshiroq ko'rsa bo'ladi. Buning ustida o'sha onlayn ilovalarda ishlasang bo'ladi. Lekin seni yoshingda bunaqa g'oya bilan chiqish juda ham zo'r. Art xonasi, shunda Prezident maktabidagi o'quvchilar ham san'atga qiziqar ekanda. Vay. Buni san'at asari desa bo'ladi. Ketdik. Wow! Yonimizda sport zal ham bor ekan. Bu yerda hatto suv havzasi ham bor ekan. Mazza qilib cho'milamiz. Bizda hali xarita bo'yicha kutubxona, oshxona, yotoqxona ham bor, lekin sharoitlar zo'r ekan.
maktabga o'quvchilar 5-sinfdan maxsus imtihon orqali qabul qilinadi. Xarita yordamida prezident maktabi bilan tanishib chiqdik. Menga juda yoqdi. Menga eng yoqqan tarafi mening startapimni qo'llab-quvvatlashgani bo'ldi. Men xudo xolisa bu startapimni yanada rivojlantiraman. Endi esa uyga qaytamiz. Keyingi mavzularda ko'rishguncha